Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Mana yana bir ishimiz bitdi. Bu ishimiz bir xil rangdan bo'ldi. Orasi oz guli bor. Sarg'ishdan shunaqa rang tanladi. So'killariga seri past bo'lgani uchun ikki qator qo'yildi. Mana devorimiz holati. Bu yerda общий объем 240 kvadrat. Mana shunaqa rangdan ichkarisini shunaqa rang tanlashdi. Kimga qanaqa rang bo'lsa qilib beraveramiz, farqi yo'q. Narxlari o'ynamaydi. Narxlari bir xil hammasini. Orasiga sasa sarg'i gul yurgizilgan. Juda sezilarli emas. Uyimizning holati mana shunaqa chiqdi. Hozir laklagan, hali ish to'liq tugamadi, ustalar ishlayapti. Hozir men oziq narsa olib bering deb olib berdim. Kanalda yangilar bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Kanalimizga kattarishiga yordam bergan bo'larlaringiz. Ishimizga yurishiga o'z hissangiz qo'shgan bo'larlaringiz. Kimga qanaqa rang, qanaqa fason bo'lsa farqi yo'q, qilib beraveramiz. Hammasi narxi bir xil. Razmerlari ham shunaqa, xohlaganingizni qilib beramiz. Taraflarda ham hali ishi bor, zamonaviy ishlari bor. Tashqari qism. Tashqarida zamonaviy ishlarini qilyapti bolalar. Kanalda yangilar like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Hali hammaga omad, sog' bo'lingizlar.